Singiljon va boshqalar eshiting, shu qadimda yashirib har bir uyda ham, masalan, shu 90-yil oldin aroqlar sotilardi. Erkaklar borki, aroq saylab ichadigan bo'ldi. Aroq musobaqasi bo'lib ketgan. Kim ko'p ichar, kim zo'r ichar, kim qanaqasini ichyapti, ana shunaqa paytlarda. Hozir masalan nima qilmaydi? Unaqa narsalar asta-asta bu miyaga ko'nikib singib ketgan. Oson emas bir narsani aytdimku yo'qotib uni masalan singan narsani tikka qilish. Shuning uchun ham sabr kerak, qanoat kerak. Keyin yana eng kerakli narsa o'zi qalbni o'zi intilishi. Qaysi yo'lni tanlaydi, boshqa qiladi. Hozir endi biz nima deydi? E'tiqoddan mana o'tib gapiramiz. E'tiqodni ham aslo gapirayotgan bo'lsa, bizni dinimizda ham hamma e'tiqodni tan oling, hamma payg'ambarni tan oling. Bu kalima-i shohadat, hamma kitoblarini tan oling, hamma insonlarni inson biling deb Alloh marhamat qilyapti. Kalima-i shohadatni ma'nosi juda keng, faqatgina Bismillahirrohmanirrohim amantu billahi va kutubihi va rasulihi malaikatihi va qadari xayrihi sharihi bahsi badarmaqda emas. Uni masalan 1000 ta kitob qilib joylay olmaysiz. Tushuntirib beradigan bo'lsak. Shu nuqtai nazarda yaxshigina talqin qilib gapirishimiz kerak. Bunaqa chuqalalarni boshqalarni yig'ishtirib qo'yib nima qilish kerak? Mana kechagina mustaqil bo'lgan xalqimizni bizdan sizlarni gaplaring bo'lyapti, islomiy davlatga aylantirib yuborish. Hozir deylik islomiy davlat bo'lib ketdi deylik ham. Islomiy hali bizlarda ko'plar masalan ko'chada bir narsani qo'yib turolmaysiz. Ko'pchilik xarakteri olib ketadi. Islomiy davlatda qo'lni cho'p tashlaydi. Sekin tarbiyamiz bir soatda ikkita gap bilan bo'lmayapti, tarbiyalanyapti. Shuning uchun mutaxassislar shug'ullanyapti. U o'z xalqimiz bizlarni tarbiyasi emas, bizlarni qonimizgacha singdirib yubordi. Ishtonsiz yurishni, so'kinib gapirishni. Hozir ko'plar eshitsak, og'zidan bilad degan so'z chiqadi. O'sha eski udumlar, jargonda gapirishlar, boshqa. O'shalarga vaqt kerak, sabr hammasiga. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Chiroyli gaplar bo'ladi. O'sha tushuntiriladi. Og'iz muqaddas, uni emasiz, Alloh deysiz, ibodat qilasiz, bolajonim deysiz, so'kinish gunoh deb sekin boriladi. Shug'ullanyapti bilan fiqhshunoslar o'z doirasida. Shuni bilingizlarda. Sekin bu bir chetdan kelib hozir birov yalang'och kiysa ham qo'ymaysizmi kirma deb. Biz hammaga barobarmiz. E'tiqod deganda e'tiqod avvalo o'zimizdan boshlanadi. O'zimizni xulq odobimizdan. Men aytdimku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana hamma o'dim qilib olgan ko'plar chiqadi haligi hijobni deylik, soqolni, mo'ylobni qo'yish. Lekin aslida ilk bosh oliy, qirol bo'lgan, eng namoyon bo'lgan va hech kimda bo'lmagan narsa masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kiyib yurgan sallallarni shu vaqtlariga o'xshashlarini kiyib yurganlar bo'lgan. Lekin u kishiga bir narsa berilganki va bu hech kimga berilmagan va berilmaydi. Uning odobi. Qur'oni Karimda Alloh marhamat qilyapti. Xulqul azim, Alloh xulqda yaratdi. 18 ming olamda eng xulqli, odobli inson qilib turib masalan yaratdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni. Uni shu axloqida ibrat olaylik. Chiroyligina gapirishni, odobda bo'lishni, shuncha ustlariga musorlarni, bir nimalarni to'kib yuborganlarida masalan haligi g'ayri dinlar, boshqalar, yahudiylar, o'shalarga borki bir haligi deydi dili qo'zg'ab, nafrat qo'zg'ab, deydigan bo'lsa, Alloh borki joni poni bilan sug'urib olishga tayyor edi. Uni Rasuli, Habibi, sevgani u bandasi. Lekin yo Robbim o'zing kechir deb buni nima kerak senga, nima yordam berish kerak, nima kamchilik bo'ldi deb yomonlik qilib mag'zava to'kkandan kasal bo'lganda ko'rib boradi. Ko'ryapsizmi qanaqangi xulqda, qanaqangi odobda bo'lgan. Bizlar g'iybat ochishdan boshqa bilmaymiz. Kimni bir joyida xato qilib olsa, tamom o'sha joyida ushlashga harakat qilamiz. Yo bexato insonlar bormikan? Yo o'sha gapirayotgan insonlar bexatomikan?
beaybmikan?